Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun bitta Damas 1.0 keldi, barterga hisoblab oldik. Mashina bir 10-20% petnolari bor, ko'p emas. Kam kraskasi, juda kam. Qiziqqanlar bo'lsa narxi arzon. Srochni aloqaga chiqsanglar, buni naqdga sotishimiz kerak. To'g'ri tushunasizlar, bu nasiyaga chiqmaydi. Mashina zo'r holatda, 2002-yil. Qiziqqanlarga bu mashinani gen desa generalni qilib beramiz, оформление desa оформление qilib beramiz. Mashinani bitta aybi zadning ostiga ovozi bor. Atak mana bu salonlarini ichi, kuzovlariga 1 gram rasxodi yo'q. Salonlari ham tayyor. Mana chexollar qilingan, hamma narsasi bor, tayyor mashina. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu stoyka kantashkalari ham hammasi joy-joyiga zakon turibdi. Xo'sh, mashinamiz metan gazi bor, korobka motorlari yaxshi. Bitta mostiga ovozi bor. 13lik yangi diska balon turibdi. Keyin bitta mana bu eshikchasiga ozgina pachaqchasi bor, bo'ldi. Kuzoviga biron joyiga aybi yo'q. Zigzaglari ham yaxshi. Hurmatli obunachilarimiz, bu mashinaning narxini 33 million so'm baho qo'yapmiz. Kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Bu mashinamiz naqd pulga chiqadi. Naqd pulga 33 million so'mdan kelishtirib beramiz. Buni hozir savdo qilib baraka qilib oldik egasidan. Mashina zakonni. Kelaverasizlar, manzilimiz shu Samarqand shahar, Sagdena yangi yo'lga turibdi. Keyin yana bitta Damas 1'imiz bor, ana bu 2003 ko'rgan desanglar. Bu ham turibdi. Keyin Labo keldi. Labo plus shampul bu. Solashchan. 2002-yil Labo ham bor, keyin sotiladigan 48 million so'm. 2002. 2003-yil keyin Damas 1'imiz bor, 38 milliondan kelishib beramiz. Bu sotildi. Barter bo'ldi, ana shu yashil Damas'ni egasi bilan. Ana shu yashil Damas bilan barter bo'ldi. Xullas 33 million so'mdan kelishtirib beramiz. Kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Aybi bitta mostiga. Agar kelishsak, mostini ham taxlab berish imkoniyati bor. Mashinaning holati zo'r, minishga zakkonni, chotki. Kelaverasizlar.